Nima bo'ldi, Siyotsin? Oyi, o'zingizni ehtiyot qiling. Tezroq yur. Quloq sol. Nima bo'lganda ham o'zingizni asrang, xo'pmi? Hoy. Chanyun, bu nima qilganingiz endi? Millionlab qarzingiz bo'la turib, meni Gu oilasini uyga boshlab keldingizmi? Nima, meni ham ko'rga tiqmoqchimisiz? Qanaqa qarz? Hammasi soxta edi. Bularni barchasi Gu oilasi boyligiga ega chiqish uchun edi. Odam yollab, tomosha ko'rsatdim xolos. Shunchalik ayyormisiz? Shao Yuitsin degan erni boshiga yetgan qari xotin men bilan shuncha yashab, biror marta ham menga foyda keltirmadi. Endi esa tirranchalarni boqishga majbur qilmoqchi. Shuni suvga aytsin. To'g'ri. Men shunchaki o'zimga tegishli mol-mulk, ulushimni olyapman xolos. Buni oyimga aytishim kerak. Kim u? Hoy! Qochmoqchimisan? Voy, yetimchayi. O'lishdan qo'rqmaysanmi? Nega endi qocholmay qolding, ha? Yaramas. Oyimni baxtsiz qilding. Oilamizni xonavayron qilding. Hammasini oyimga aytaman. Chanyun, bu kunni uzoq rejalashtirgandingiz. Oxirgi pallada hammasi barbod bo'lishini istamasangiz kerak. Yuitsin, eshitmasliging kerak bo'lgan gapni eshitib, ko'rmasliging kerak bo'lgan narsani ko'rding. Endi o'zingdan ko'r. Bu sen eding. Chanyun. Yuitsin. Shuncha yil ko'p mashaqqat chekding. Ham ota, ham ona bo'lib ikki bolani katta qilding. Yaxshiyamki Leylay va Miner yaxshi farzand bo'lib ulg'ayishibdi. Shuncha yil yo'q bo'lib ketding. Hali ham tirik ekansan-da. Yuitsin, men Meni Yuitsin deb chaqirma. Miner, Leylay, bu yoqqa o'ting. O'shanda bir o'zing butun oilamizni parokanda qilganding. Endi yana qaytib kelib nima qilmoqchisan? Yana hayotimizni vayron qilmoqchimisan? bolalaring otasi erta vafot etganda. Shuncha yil sen bilan birga yashadim. Seni sevgan ayolim deb bildim. Ularni esa o'z farzandlarimdek ko'rdim. Agar raqiblarning tuhmatiga uchrab, qarz botqog'iga botmaganimda, shunday oilani parchalashga qo'lim borarmidi? Shuncha yil ko'rinish bermaganimning bir sababi o'shanda menga zulm qilgan odamlar sizlarga ham zarar yetkazishidan qo'rqqandim. Yana bir sababi esa aqli zaif bo'lib qolgan Siyotsinni davolamoqchi edim. Demak, haqiqiy akam shu ekanda. Ilishan, soxta Siyotsin. Siyotsin. Yo'q, bu yolg'on. Uni gapiga ishonmang. Men seni haqiqiy akam deb o'ylabman. Oldingda tiz cho'kib kechirim so'radim. Hatto tarsakilarga ham chidadim. Aslida soxta Gutsin ekansan-ku. Bas qil. Senga imkoniyat berildi. Lekin foydalana olmading. Esingda bo'lsin. Hech qachon Gu oilasidek darajaga yetishni orzu ham qilma. Yo'q. Aslida u Yoshlar haqiqatni tan olishni o'rganishlari kerak. O'zingga tegishli bo'lmagan narsalarga ko'z tikib, xom xayollar surma. Gu korporatsiyasi endi meniki bo'ladi. Sen esa o'zingni avvalgi ahvolingda qolaver. siz